Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim mavzuni ko'rib chiqaman. 2026 yilda pensiyalar sezilarli oshadimi? Minimal pensiya 6 million so'm bo'ladi degan gaplar qanchalik asosli? Pensiya reformasi oddiy odamga nima beradi va kimlar hozirdanoq hujjatlarini tekshirtirib qo'yishi kerak? Bu ma'lumot nafaqat hozirgi pensionerlarga, balki 5-20 yoshdan oshgan barcha fuqarolarga, norasmiy ishlaganlarga, mehnat daftarchasida uzilishlari borlarga, ayollar, yakka tartibdagi tadbirkorlar va chet elda ishlaganlarga ham bevosita tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday mavzularda birgina xato yoki birgina yetishmagan hujjat kelajakdagi pensiyangizga har oy zarar keltirishi mumkin. Men avvalo bitta narsani aniq aytib qo'yaman. Pensiya masalasida eng katta muammo shuki, odamlar pensiyani faqat yoshga yetganda eslaydi. Erkak 6 yoshga, ayol 25 yoshga yaqinlashganda hujjat yig'ishni boshlaydi. Keyin esa birdaniga ma'lum bo'ladiki, 5 yil ish staji topilmayapti. 1990 yillardagi ish joyi yopilib ketgan. Mehnat daftarchasida muhr noto'g'ri qo'yilgan, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma arxidan chiqmayapti. Ayrim yillarda sug'urta badali to'lanmagan. Natijada odam kutgan pensiyani olmaydi. Oldingi tizimda pensiya asosan 3 ta narsaga bog'liq edi. Ish staji, rasmiy ish haqi va hujjatlarining to'g'riligi. Ya'ni siz butun umr ishlagan bo'lishingiz mumkin. Lekin ish beruvchi sizni rasmiylashtirmagan bo'lsa yoki oyligingiz konvertda berilgan bo'lsa, pensiya hisobida bu daromad ko'rinmaydi. Pensiya jamg'armasi faqat hujjat va elektron ma'lumot bazasida bor narsani ko'radi. Men 30 yil ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi. Buni tasdiqlovchi dalil kerak. Hozir esa pensiya tizimida bosqichma-bosqich raqamlashtirish, ijtimoiy himoyani kuchaytirish, minimal kafolatlarni oshirish, kam ta'minlangan pensionerlarni qo'llab-quvvatlash va mehnat faoliyatini aniq hisobga olish masalalari kuchaymoqda. Shu fonda 2026 yilda hammaning pensiyasi sezilarli oshadi. Minimal pensiya 6 million so'm bo'ladi. Pensiya reformasi bo'ladi degan gaplar ko'paymoqda. Men ekspert sifatida sizga shuni tushuntiraman. Har qanday oshirish faqat rasmiy qonun, prezident farmoni, hukumat qarori yoki byudjet parametrlarida tasdiqlangandan keyingina amalda kuchga kiradi. Shuning uchun mish-mish bilan rasmiy hujjatni ajratishni o'rganish kerak. Agar minimal lux 6 million degan gap tarqalayotgan bo'lsa, bu ikki xil talqin qilinishi mumkin. Birinchisi, kimdir minimal pensiya 6 million so'm bo'ladi deb aytayotgan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, yil davomida yoki reforma natijasida ayrim toifalarga jami qo'shimcha to'lov, qayta hisob-kitob yoki o'sish 6 million so'mgacha yetishi mumkin degan ma'noda bo'lishi mumkin. Bu ikki narsa mutlaqo boshqa-boshqa. Minimal pensiyaning bir zumda 6 million so'mga chiqishi davlat byudjeti, ish haqi fondi, inflyatsiya, soliq tushumlari va pensiya jamg'armasi imkoniyatlari bilan bog'liq juda katta qaror bo'ladi. Shuning uchun bunday xabarni eshitganingizda darhol savol bering. Bu qaysi hujjatda yozilgan, qaysi sana bilan qabul qilingan? Kimlarga tegishli, shartlari qanday? Asosiy qism, bir nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kim unchalik xavotir olmasligi mumkin. Eng muhim masala, pensiya oshishi bo'lsa ham hamma bir xil miqdorda oshmaydi. Odatda pensiyalar indeksatsiya qilinadi. Ya'ni inflyatsiya, o'rtacha ish haqi, iqtisodiy o'sish yoki ijtimoiy standartlar asosida qayta ko'rib chiqiladi. Lekin bir pensioner 300 ming so'm qo'shimcha olsa, boshqasi 700 ming so'm olishi mumkin. Kimdadir minimal miqdorgacha yetkazib qo'yiladi. Kimdadir staj va ish haqi yuqori bo'lgani uchun ko'proq chiqadi. Shuning uchun barchaga bir xil 6 million qo'shiladi degan gap amaliyotda juda ehtiyotkorlik bilan tekshirilishi kerak. Misol keltiraman. Birinchi holat. 6 yoshli erkak 35 yil rasmiy stajga ega zavodda ishlagan. Ish haqi o'sha davr uchun yaxshi bo'lgan. Barcha ma'lumotlar arxivda bor. Bunday odam pensiya qayta hisob kitobida yutishi mumkin. Chunki uning staji ham, daromadi ham tasdiqlangan. Agar yangi reformada ko'proq stajga ega fuqarolarni rag'batlantirish, past pensiyalarni ko'tarish yoki bazaviy miqdorni oshirish ko'zda tutilsa, u real qo'shimcha oladi. Ikkinchi holat, 26 yoshli ayol 25 yil ishlagan, lekin 10 yil bozorda norasmiy savdo qilgan. Mehnat daftarchasida faqat 15 yil ko'rinadi. U aytadi, men butun umr mehnat qildim, nega pensiyam kam? Sabab oddiy, bozor, dala, xizmat ko'rsatish, uyda tikuvchilik yoki sotuvchilik kabi faoliyatlar rasmiy hujjat bilan tasdiqlanmagan bo'lsa, pensiya hisobiga to'liq kirmaydi. Agar 2026 yilgacha
reforma doirasida o'zini o'zi band qilganlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, norasmiy ishlaganlarning badal to'lash mexanizmlari aniqroq bo'lsa, bu toifadagi odamlar hozirdanoq o'z statusini tartibga solishi kerak. Uchinchi holat, 65 yoshli pensioner hozir minimal yoki minimalga yaqin pensiya olyapti. Bunday fuqarolar uchun davlat odatda eng ko'p himoya mexanizmini qo'llaydi. Chunki oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar narxi oshganda eng ko'p qiynaladigan qatlam aynan kam pensiya oluvchilar bo'ladi. Agar 2026 yilda pensiya reformasi orqali minimal kafolatlar ko'tarilsa, birinchi navbatda shu qatlam yutishi mumkin. Lekin yana aytaman, miqdor va shartni faqat rasmiy qaror belgilaydi. 4-holat, chet elda ishlagan fuqaro. Masalan, bir kishi 12 yil Rossiyada, Qozog'istonda yoki boshqa davlatda ishlagan, lekin O'zbekistonda rasmiy staji kam. U o'ylaydi, men mehnat qildim, demak pensiyam ham yaxshi bo'ladi. Bu yerda xalqaro shartnomalar, sug'urta badallari, ish beruvchining rasmiy to'lovlari va hujjatlarining tan olinishi muhim. Chet elda ishlagan yillar har doim ham avtomatik tarzda O'zbekistondagi pensiya qo'shilavermaydi. Shuning uchun bunday fuqarolar eng birinchi bo'lib hujjatlarini tekshirtirishi kerak. 5-holat, hali pensiyaga chiqmagan, lekin 45-50 yoshdagi odamlar. Men aynan sizlarga alohida murojaat qilaman. Sizda hali vaqt bor. Agar ish stajingizda bo'shlik bo'lsa, hozir aniqlashtirasiz. Agar ish beruvchi sizni rasmiy ishlatmayotgan bo'lsa, hozir talab qilasiz. Agar oyingizning bir qismi rasmiy, bir qismi norasmiy bo'lsa, bilingki, kelajakdagi pensiyada faqat rasmiy qismi ishlaydi. Bugun qo'lga ko'proq naqd pul olish yoqimli ko'rinishi mumkin, lekin ertaga har oy kam pensiya olishga olib keladi. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Rasmiy ishlagan. Elektron mehnat daftarchasi to'g'ri yuritilgan, ish beruvchisi soliq va ijtimoiy to'lovlarni vaqtida qilgan, arxiv ma'lumotlari saqlangan fuqarolar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin. Lekin xotirjam degani umuman tekshirmaslik degani emas. Men har bir fuqaroga kamida yiliga bir marta o'z mehnat staji va pensiya bilan bog'liq ma'lumotlarni tekshirishni tavsiya qilaman. Pensiya reformalarida eng ko'p uchraydigan nozik jihat shuki, oshirish e'lon qilinadi, lekin hamma uni bir xil tushunmaydi. Masalan, pensiyalar 15% ga oshiriladi deyilsa, odamlar hozir olayotgan butun summaga 15% qo'shiladi deb o'ylaydi. Lekin ayrim holatlarda oshirish bazaviy hisoblash miqdoriga, ayrim qo'shimcha to'lovlarga, minimal darajaga yetkazishga yoki alohida toifalarga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun har doim qaysi pensiya turi, qaysi sana, qaysi toifa, qanday formula degan savollarni berish kerak. Yana bir xato. Odamlar pensiya yoshiga yetkazishga murojaat qilsa bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida siz oldindan maslahat olishingiz mumkin. Pensiya bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli elektron xizmatlarga murojaat qilib, mehnat stajingiz bo'yicha ma'lumotlarni tekshirib ko'rishingiz mumkin. Agar xato bor bo'lsa, pensiya yoshiga kelganda emas, hozir tuzatgan yaxshi. Chunki arxivdan ma'lumot topish ba'zan bir necha hafta emas, bir necha oy vaqt oladi. 3-nozik jihat, mehnat daftarchasidagi yozuvlar. Ba'zan korxona nomi noto'g'ri yozilgan, ishga qabul qilish buyrug'i raqami yo'q, ishdan bo'shash sanasi tushirilmagan, muhr aniq ko'rinmaydi. Shunday mayda ko'ringan xatolar pensiya hisobida katta muammoga aylanishi mumkin. Ayniqsa eski yillarda ishlagan fuqarolarda bu ko'p uchraydi. Agar sizda mehnat daftarchasi eski bo'lsa, uni suratga olib qo'yish, nusxa ko'chirish. Kerak bo'lsa arxivdan tasdiqlovchi ma'lumotnoma olish foydali. 4-nozik jihat. Ayollarning bolalar parvarishi davri. Ko'pchilik ayollar men uyda bola boqqanman, demak stajim yo'q deb o'ylaydi. Aslida qonunchilikda ayrim davrlar, jumladan bolani parvarish qilish bilan bog'liq muddatlar ma'lum shartlar asosida stajga kiritilishi mumkin. Lekin buning uchun tug'ilganlik guvohnomasi, mehnat faoliyati, ta'til hujjatlari va boshqa tasdiqlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida ko'riladi. 5-nozik jihat nogironlik. Boquvchisini yo'qotganlik va yoshga doir pensiyalar bir xil emas. Ayrim odamlar qo'shnimniki oshdi, meniki nega oshmadi deb so'raydi. Sabab pensiya turi boshqacha bo'lishi mumkin. Nogironlik pensiyasida tibbiy xulosa, guruh ish staji, ijtimoiy nafaqa yoki pensiya turi muhim. Boquvchisini yo'qotganlikda esa oila a'zolari soni, marhumning staji va daromadi rol o'ynaydi. Yoshga doir pensiyada esa asosiy urg'u staj va ish haqiga tushadi. 6-nozik jihat. Minimal pensiya 6 million degan xabarni eshitib, odamlar kredit olishga, qarz qilishga yoki katta xarid rejalashtirishga shoshilmasin. Men buni juda jiddiy aytyapman.
hali rasmiy hujjat chiqmagan bo'lsa, hech qachon kelajakdagi ehtimoliy oshirishga tayanib moliyaviy majburiyat olmang. Chunki reformalar bosqichma-bosqich bo'lishi, ayrim toifalardan boshlanishi, shartlarga bog'lanishi yoki umuman boshqa shaklda amalga oshirilishi mumkin. 7-chi nozik jihat: ishlayotgan pensionerlar. Agar pensioner pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishlayotgan bo'lsa, uning pensiyasi va qo'shimcha to'lovlari bo'yicha alohida qoidalar bo'lishi mumkin. Qayta hisob-kitob daromad solig'i, ish beruvchi to'lovlari. Rasmiy bandlik holati pensiya summasiga ta'sir qiladigan jihatlar bor. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar ham o'z holatini alohida tekshirtirsin. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: o'z mehnat stajingizni tekshiring. Mehnat daftarchangiz bo'lsa, undagi barcha yozuvlarni ko'rib chiqing. Qaysi korxonada qachon ish boshlagansiz, qachon bo'shagansiz, muhr bormi, imzo bormi, buyruq raqami bormi, sana to'g'rimi? Bularni tekshiring. Agar elektron mehnat daftarchangiz yuritilgan bo'lsa, elektron bazadagi ma'lumot bilan qog'oz hujjatdagi ma'lumot bir-biriga mos keladimi, shuni solishtiring. Ikkinchi qadam: rasmiy daromadlaringizni tekshiring. Siz ishlagan davrda ish beruvchi siz uchun tegishli to'lovlarni qilganmi? Oylik rasmiy ko'rsatilganmi? Soliq organlarida ma'lumot bormi? Bular juda muhim. Agar sizga 5 million so'm berilgan, lekin hujjatda 20 million so'm ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya hisobida 20 million ko'rinadi. Kelajakda afsuslanmaslik uchun bugun ish beruvchini rasmiylashtirishni talab qilish kerak. 3-chi qadam: arxiv hujjatlarini oldindan yig'ing. Agar siz ishlagan korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Tuman yoki shahar arxiviga, sobiq korxonaning huquqiy vorisiga, tegishli vazirlik yoki tashkilotga murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. Ariza yozganda ishga kirgan va chiqqan yillaringizni, lavozimingizni, korxona nomini, imkon qadar bo'lim yoki sex nomini ham ko'rsating. Ma'lumot qancha aniq bo'lsa, izlash shuncha oson bo'ladi. 4-chi qadam: shaxsiy hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, JSS shir, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa o'zgarishni tasdiqlovchi hujjat, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy xizmat hujjatlari, diplom yoki o'qish davrini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, mehnat shartnomalari, buyruq nusxalari, ish haqi ma'lumotnomalari barchasi kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa ayollarda familiya o'zgarishi sababli eski mehnat daftarchasidagi ism bilan hozirgi hujjatdagi ism mos kelmasligi muammo tug'diradi. 5-chi qadam: rasmiy manbalarni kuzating. Pensiya oshishi, minimal miqdor, reforma, yangi formula haqida faqat rasmiy manbalarga tayaning. Prezident farmonlari, hukumat qarorlari, pensiya jamg'armasi xabarlari, iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlari, qonunchilik bazasidagi hujjatlar asosiy manba bo'lishi kerak. Telegramdagi noma'lum kanal audioda aytilgan gap tanishim aytdi degan ma'lumot bilan qaror qabul qilmang. 6-chi qadam: agar siz norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, imkon qadar rasmiy bandlikka o'ting. O'zini o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish yoki mehnat shartnomasi tuzish variantlarini ko'rib chiqing. Bugungi rasmiy badal kelajakdagi pensiya huquqingizni mustahkamlaydi. Men buni shunchaki qog'ozbozlik uchun emas, sizning keksalikdagi moliyaviy xavfsizligingiz uchun aytyapman. 7-chi qadam: pensiya bo'limiga murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar ma'lumot so'rasangiz, ariza bilan murojaat qiling. Arizangizda mening mehnat stajimni tekshirib berishingizni, pensiya tayinlash uchun yetishmayotgan hujjatlar ro'yxatini ma'lum qilishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Javobni yozma yoki elektron shaklda olishga harakat qiling. Shunda keyin nimani to'ldirish kerakligi aniq bo'ladi. 8-chi qadam: agar pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb hisoblasangiz, qayta hisob kitobni so'rash huquqingiz bor. Buning uchun qo'shimcha hujjatlar, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, stajni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Menga kam chiqdi deb shunchaki norozilik bildirish yetmaydi. Kam chiqqanini ko'rsatadigan hujjat va asos bo'lishi kerak. 9-chi qadam: oilangizda katta yoshdagilarga yordam bering. Ko'p otaxon onaxonlar elektron xizmatlardan foydalanishni bilmaydi. Ariza yozishda qiynaladi, qaysi hujjat kerakligini tushunmaydi. Farzandlar, nabiralar, yaqinlar bu masalada yordam berish kerak. Bir kun vaqt ajratib, ularning mehnat daftarchasini, hujjatlarini, pensiya miqdorini, imtiyozlarini tekshirib bering. Ba'zan odam yillar davomida o'ziga tegishli qo'shimcha to'lov yoki imtiyozni olmay yurgan bo'ladi. Demak, 2026 yil pensiya masalasida
muhim yil bo'lishi mumkin. Pensiya reformasi haqida gaplar ko'paymoqda. Minimal pensiya oshirishlar bo'yicha turli raqamlar aytilmoqda. Lekin men sizga eng asosiy fikrni aytaman. Faqat rasmiy hujjatga ishoning. O'z tajingizni hozirdan tekshiring. Rasmiy daromadingizni yashirmang. Arx hujjatlarini oldindan yig'ing va pensiya yoshiga yetganda emas, undan ancha oldin tayyorlaning. Agar haqiqatan ham pensiyalar sezilarli oshirilsa, bu ko'plab oilalar uchun katta yordam bo'ladi. Lekin kimning hujjati to'g'ri, staji aniq, daromadi rasmiy va arizasi vaqtida bo'lsa, o'sha odam o'z haqini to'liqroq oladi. Kim keyin ko'ramiz deb yuraversa, eng kerakli paytda hujjat izlab qiynalishi mumkin. Sizningcha 2026 yilda pensiya tizimida qanday o'zgarish bo'lishi kerak? Minimal pensiya qancha bo'lishi adolatli deb o'ylaysiz? Izohlarda albatta yozing. Agar bu ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya hisoblash, stajni tiklash, arxivdan ma'lumot olish va rasmiy oshirishlar bo'yicha yana aniq tushuntirishlar berib boraman.